Üçüncü ders iman hakkında. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Tüvendi dehtanlağa Abdüveli Qari rahimahullah derslerden tallanmalar. Üçüncü ders iman hakkında okuyumuz inşallah. Ben de euzu billahi mineşşeytanirracim. Birinci dersimiz İhlas, ikinci dersimiz Allah yolunda yaxşı görüş bolğan idi. Üçüncü dersimiz Allah halisa iman dersi buludu. Nim üçün dersimizin evveli iman dersi buludu? Çünkü Allah subhanahu ve teala Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ge hitap kılıp, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kişilerge eytin, eğer imanınla bolmasa, Rabbim sileni kat'i itibarga almaydı. Ey kafirlar, peygamberini inkar kıldınlar. Ahirette sile kutulalmaydıgan azapkı duçar bolasılar. Demek, biz bendiler Allah subhanahu ve teala'nın itibarıga iman sebeplik kirimiz. Eğer bu iman bolmaydı iken, ne'udhu billah, Allah'tan panah dileymiz. Bu iman bolmaydıgan bolsa, Allah'ın itibarından çıkımız. Eğer insanın itibarı dünyavi, zinnet ve başka nesile bilen bolsa, Müslümanlığa qaraganda hususen küfür diyarında kafirlarının bu neslede üstün ikenligi ma'lumdur. Lekin Allah subhanahu ve teala Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o kişinin etraflarındaki yığılgan sahabelerge ve bütünley kıyametkice bu kişinin yolunu tutmagan imanlık kişilerine nispeten Medine'deki münafıklar ve etraftaki başka kafir hükümdarlar hem mesahede belen idi. Teyarlığı belen idi. Dünya ve ciheti belen idi. Her bir sahada belen idi. Lekin Allah subhanahu ve teala Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerge cihattan boşup kalmanglar, şehit bolganlar üçün kaygırmanglar. Eğer mümin bolsanglar, üstünlük kazanısılar, iman süptigi igi bolgan cemaege Allah subhanahu ve teala oldudaki her bir sahada imandan başka sahada belen bolgan kafirlarning karşısında imandan başka sahada töven bolgan cemaege hitap kılıp, sizler ali bolgan halatinglarda sustuk kılmanglar. G'amkin bolmanglar. Eğer mümin bolsanglar dedi. Demek, insanın iman süptigi egi boluşu aldıdaki başka hemme kişilerden ali ikenligiga sebep boladigan amildir. Şunun için biz dersimizni imandan başlaymiz. Dersimizni şunun için hem imandan başlaymiz ki bu mevzu nihayette möteber mevzu bolganlık için Ömer İbni Hattab radıyallahu anhu rivayet kılıdı ki bu iman meselesini ügütüş için Resulullah'ın huzuruga mukarrab periştilerden bolgan Cibril aleyhisselam Adem sürtedi kelip bevasıta ügetti. Bu mevzu nihayeti zörür mevzudur. Ömer İbni Hattab radıyallahu anhu din rivayet kılındı ki Cibril aleyhisselam Peygamber aleyhisselam'dan iman hakkında sual sordu.
Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Allah'a ve Allah'ın barlıq pəriştilərə ve barlıq kitaplarına ve barlıq peygamberlerine ve kıyamet günüge işinişin ve yaxşılıq yamanlıqның Allah'ın təqdiri bilen boladıqanlıqıga işiniş dedi. Yani Allah subhanahu ve teala iman hakkında kişinin bilişi şu kadar zörür ikenligini bildiriş için tamamı insaniyetke ibertilgen peygamberlerge vahiy ilip kelgen kişini iman hakkında so'ratdi. Resulullah bununla cevap verdi. Şunun için hem biz dersimizni imandan başlayımız. Dersimizni imandan başlayışımızın yeni bir sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine terbiye kılışta evvel iman bilen terbiye kıldı. Ve bu imanın nusretini, yardımını vaat kıldı. Özleri terbiyen emas, Allah subhanahu ve teala terbiyen. Allah subhanahu ve teala bizning üstümüzdeki hak müminlerge nicat beriş dedi. Şek şüphesiz ki biz peygamberimizge ve müminlerge yardım verimiz. Allah subhanahu ve teala iman sıfatı iki kişilerini özünün peygamberlerine etfe bağladı, kıldı. Bunundan hem itibar berişimiz lazım bolgan näse Allah subhanahu ve teala müminlerini aldavatkan münafıklarını ula Allah'ni ve müminlerini aldamakçı boludu dep Allah özünün lebzi celalige etfi kıldı. Eğer iman sıfatı igi bolsak münafıklar, kafirlar, müşriklar mutlak aldıyalmaydıganlıqını Allah'ın hemrahlığı iman bilen birge ekenlikini mana bu ayetten bilsek boludu. Şunun için hem dersimizni imandan başlayımız. Yine dersimizni imandan başlayışımız hazır etip ötkenimizdek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelarını iman bilen terbiyeledi. Bu vaqtda Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhudan rivayet kılıngan İmam Tabrani özlerinin Evsat kitabıda sahih sened bilen keltirgen bir eserini keltirimiz. Çünkü biz imanını öğrenmesek Kur'an'ı bütünley hatma kılışımız, Kur'an'ı okuganlarımız bizge payda vermeydi. Bizning hayatımızını özgertenmeydi. Abdullah ibn Ömer aytdi ki, ma'lum bir hayatımның davrida yaşadım. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurida bizning birimizge Kur'an öğütilishdan ilgari iman öğütiletdi. Sure Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge imanını ügünüp bolganımızdan keyin nazil bolatdı. Bu surede halal kılıngan näsi nimo, haram kılıngan näsi nimo derhal ügünetdik. Qayerda to'xtashimiz kerak, qayerda mengishimiz kerak. Mana bu narsani Qur'on bizga ta'lim beretdi. Çünkü biz imanni öğrengen edik. Endi şundaq kishilarni ko'rdimki, ularning biriga imandan ilgari Qur'on o'gitildi. Sure Fatiha'dan oxirgi suregacha o'qidi. Qur'on nimaga buyurdi, nimadan qaytirdi, bilmagan holatda Qur'onni tamom tugatdi. Qayerda to'xtash kerak, buni bilmadi. Xuddi Qur'onni na'udhu billah
Allah'tan panoh tilaymiz. Nachar xomining yaxshisini yeb, nachirini tashlab etgandek, Qur'onning oyatlarini tashlab etdi dedilar. Demak, bizning iymonni o'rganishimiz Rasulullohning tarbiyalariga muvofiq bo'lganligi uchun darsimizni iymondan boshlaymiz. Yana shuning uchun ham iymondan boshlaymiz-ki, Qur'on dilidan nifoq, munofiqlik kesili, shirk kesili, kufr kesili bo'lgan odamga hidoyat bo'lolmaydi. Iymon sifati bo'lgan kishilar Qur'ondan foydalana oladi. Alloh saqlasin. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Mana bu vaqtda biz iymonni qisqacha tushunmoqchi bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'alani Rabbim deb, ya'ni Rabbim parvish qilg'uchi, Allah subhanahu wa ta'ala deb tan ilib, haqiqiy ibodat qilinishga loyiq deb tan olsak, islomni dinim deb, ya'ni yo'lim tan olsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçi deb razı bulup, muşini ixtiyar qilgan odam imandan temin etiydi. Cibril aleyhisselam, Peygamber aleyhisselamdan iman hakkında sual sordu. Sorgan sualga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imanın 6 ahkamlarını sözlep verdi. Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan iymon ma'nosi nima? Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan iymon ma'nosining ba'zi bir qismlariga to'xtalib o'tamiz. Allah subhanahu wa ta'ala yegona haq ma'bud. İbadetga faqat Allah subhanahu wa ta'ala loyiq, boshqa narsalar ibodat qilinishga yaramaydi deb tan ilish Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan iymonning ma'nolaridan biridir. Mekkadagi va boshqa joylardagi mushriklar bilan payg'ambar o'ttirsidagi o'tgan payg'ambarlar bilan ummatlari o'ttirsidagi kelishmaslik, payg'ambarlar Allah subhanahu wa ta'ala yegani ma'bud dedi. Mushriklar Allah subhanahu wa ta'aladan boshqa ma'budni ham isbot qilishdi. Mana bu sahada ziddiyat bo'ldi. Payg'ambarlar yaratquchi Allah desa, mushriklar Allah yaratquchi emas degan sahada bo'lmadi. Mushriklar Allah'ni yaratquchi deb tan oladi. Mu'minlar albatta Allah subhanahu wa ta'alani yaratquchi deb tan oladi. Mushriklar Allah subhanahu wa ta'alani kainatni va insonlarni parvish qilib turdi deb tan oladi. Albatta mu'minlar Allah subhanahu wa ta'alani parvish qilg'uchi deb tan oladi. Mu'minlar Allah'ni rizq berdi deb tan olganidek, mushriklar ham bu sifatni tan oladi. Mushriklar Allah o'ldirdi, Allah tirildirdi deyishidi. Ammo mu'minlar bilan mushriklar o'rtasini ajratib turgan narsa, mu'minlar yegani ma'budga sig'inadi. Boshqa narsadan voz kechadi. Ammo mushriklar bo'lsa, yegani ma'budga boshqa botil ma'budlarni qo'shib sig'inadi. Mana bu narsa payg'ambarlar bilan qavmlar o'rtasidagi ziddiyat. Kelisholmaslik mushu sahada bo'ldi. Birodarlar, agar bir kishi Alloh subhanahu va taologa ibodat qilib,
boshqa narsadan voz kechmasa, ya'ni goh farishta, goh jin, goh bir payg'ambar yoki bir avliyo va yoki bir qabra, goh daraxt, goh tosh, oy, oftob bir narsani qo'shib ibodat qilsa yoki Alloh bilan o'zining o'rtasida shundoq narsalarni vosita qilsa, bu kishi mushrik bo'ladi. Allah subhanahu va taolo buni kechirmaydi. Allohga iymon keltirishingiz degan ma'no shuni qisqacha o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimning oyatlariga murojaat qilsak, Qur'oni Karimning oyatlariga murojaat qilsak, ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq diniga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Jinlarni, insonlarni faqat men ibodat qilish uchun yaratdim. Dininglarni shirkdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kofirlar yoqtirmagan taqdirdami? Diningni shirkdan va riyodan sap qilganing holda Allohga ibodat qilgin. Bilinglarki, shirkdan va riyodan sap din Allohga xosdir. Bu oyatlar hammasi shuni bildirdiki, yakki Allohga ibodat qilish Allohga iymon keltirishning ma'nosidir. Muad radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdiki, shubhisizki Allohning bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohga hech narsani shirik keltirmay ibodat qilishidir. Mana bu Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan iymon ma'nosining ba'zi qismidir. Musulmon kishi Allohning farishtalari bor deb e'tiqod qildi. Allah subhanahu wa ta'ala bu farishtalarni o'ziga itoat qilish uchun yaratgan va Allah subhanahu wa ta'ala bu farishtalarni hurmatli bandalar deb sifatlagan. Allohga biror so'zni qilishga jur'at qilisholmaydi. Jur'at qilishmaydi. Allohning buyrug'ini qilishidi. Allah subhanahu wa ta'ala bu farishtalarni bir necha xil yaratganligiga Qur'oni Karim oyatlari va hadis muborak ishorat qildi. Ba'zilari arshni ko'tarib turishi, ba'zilari jannat posibonlari, kuzatchilari, do'zax posibonlari, ba'zilari bandalarning amallarini saqlaydiganligini bayon qildi. Allah subhanahu wa ta'ala ba'zilarining nomini tilga oldi. Jibril va Mikail bu ulug' farishtalar hammamizga ma'lum. Malik bu do'zax posiboni, kuzatchi bo'lgan farishtaning nomi Malik ekanligini Qur'onda Allah subhanahu wa ta'ala yod qildi. Musulmon kishi Qur'on Karim va hadis sharifda nomlari tilga ilingan farishtalarni tasdiq qiladi. Va bu farishtalarni Qur'on Karim va hadis bayon qilgan narsalarning hammasiga iymon keltirdi. Bu mu'min kishining Allohning farishtalariga iymon keltirishi ma'nosining bir qismidir. Hadis sharifda farishtalar nurdan yaratilgan, jinlar o'tning yalqinidan yaratilgan va Odam alayhissalom o'zinglarga ma'lum bo'lgan tuproqdan yaratilgan degan hadis sharif bor. Buni mu'min kishi tasdiq qiladi. Allohning kitoblariga iymon keltiramiz. Ya'ni Allah subhanahu va taolo insoniyat tarixida payg'ambarlarni avatdi va bu payg'ambarlarga ba'zi kitoblarni tushirdi. Ba'zilarini o'zining Qur'onida yod qildi.
Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an ahirqisi ve bu kitaplarning afzili ve ilgiri kitaplarning hukmini mansux amaldan qoldiradigan qilg'uchi muqaddas kitob deb e'tiqod qildi. Yuqoridagi aytilgan kitoblarni Alloh subhanahu va taolo insoniyatga hidoyat, rahmat ve her bir narsaning bayoni qilib ve hayotning hukmi qilib tushirganligiga iymon keltirdi. Ve o'tgan kitoblarning haqida Tevrat, İncil'den birer kelimini keltirse, Allah tarafından tushirilgan kitoblarga iymon keltirdik deydi. Başka sözünü etmeydi. Tevrat, İncil'den birer kelimini keltirse, yoki yolg'on demeydi, yoki rost demeydi. Nima uchun? O'tgan kitoblar hammasi ahli kitoblar tarafidan o'zgartirilgan. Qayer o'zgartirilganligi bizga noma'lum. Agar noto'g'ri joyda tasdiqlab qo'ysak, bu ham xato bo'ladi. To'g'ri joyda yolg'on deb qo'ysak, bu xato bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'tgan payg'ambarlarga tushirilgan muqaddas kitoblarga iymon keltiramiz deymiz. Qur'oni Karim hamma o'tgan kitoblarni mansux, amaldan qilgan deb e'tiqod qilamiz. Qur'oni Karim haqida yana to'xtalib o'tamizki, Qur'oni Karim oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilindi. Qur'oni Karim insoniyatning baxti uchun tushirildi. Qur'oni Karimni hayotning hukmi qilib tushirdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni kim mahkam tutib mansa, dunyo va oxiratning saodatiga, baxtga erishidi dedi. Kim Qur'onni oqsiq tashlasa, dunyodagi baxtsizlik ve ahiretdeki misli ko'rilmagan baxtsizlikka loyiq bo'ladi. Mana bu xabarlarning hammasini biz tasdiq qilamiz. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon Alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyin terilisizlar deb ve terilgandan keyin hisob berish qiyomatda ahli jannat ve ahli do'zaxga bölünüşü ve kıyamet hakkında Allah subhanahu ve taola'nın Kur'an'da ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahih hadislerde bo'lgan haberini tasdiq qiladi. Ölgenden keyinki qabr imtihani, qabr azabı ve qabirdeki nimet ve kıyamet günüde bo'lgan dehşet ve qattiqliklar, Sırat, mizan, hesap, ceza ve insanlar o'rtasida kitaplarni, yaxshi yomon amalları yazılgan kitap. Ba'zilar o'ng qo'lida ve ba'zilar orqa yoki sol tarafdan ilishni mu'min kishi tasdiq qiladi. Mu'min kishi Alloh ve Rasuli tarafdan kelgan Qur'on ve hadisni qabul qiladi. O'zining aqlini bu Qur'on ve hadisga hokim qilmaydi. Mu'tazila toifasi aqlni birinchi o'ringa qo'yib xato qilib adashdi. Ular qaysi bir narsa aqliga to'g'ri kelmasligi bilan inkor qildi. Misol qilib aytganimizda ular mizonni inkor qilishdi. Mizon taroza o'lchash asbobi. Tarozi o'lchash asbobi. Buni inkor qilishdi. Chunki ular o'zlarining davrida ikki pallasi bor tarozini ko'rishib, bu amallar bir modda, bir narsamikin pallaga qo'yib tortildigan deb aqllariga bu mizon to'g'ri kelmaganligi uchun mizonni inkor qilishdi. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın mizan ölçem asvabının qandaq bo'ladiganligini biz bilmaymiz. Ama bunu tasdiq qilamiz.
Bir odamning aqliga bir narsa to'g'ri kelmasligi bilan mutlaq aqlga to'g'ri kelmaydi. Deyish nihoyatda cho'ng xatolikdir. Balki o'z ayni aqlsizlik. Chunki bir inson agar bir narsa aqliga to'g'ri kelmasa, u kishi mening aqlimga to'g'ri kelmadi deyish kerak. Aqliga to'g'ri kelmaydi. Aqlga to'g'ri kelmaydi degan gapning ma'nosi olamdagi butun aql menga to'planganda bu aqlga to'g'ri kelmadi deyishdan boshqa narsa emas. Davrlar o'tishi bilan mizon o'lcham asbobi qonning besimini o'lchash, havo besimini o'lchash bu bir pallaga muhtoj bo'lmadi. Biz e'tiqod qilamizki, Alloh subhanahu va taolo har bir narsani o'lchaydigan asbob yaratdi. Bu ahvolimizga qarang'u. Qandaq ahvolda ekanligini biz bilmaymiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'lcham asbobini o'zining adolatini ko'rsatish uchun yaratdiki, uning qandaq ahvolda ekanligi bizga qarang'u. Shu mizonni biz tasdiq qilamiz. Aql kelgusi davrda to'g'ri hal qiladigan bo'lsa, aql kelgusi davrda to'g'ri hal qiladigan bo'lsa, Qur'on va hadisga unab qo'shilib qoladi. Qadarga iymon keltiramiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har bir narsani miqdor bilan yaratdi. Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni va yomonlikni yaratdi. Qadarga iymon keltiramiz. Qadarga iymon keltirish bilan birga buyurilgan narsalarga iymon keltiramiz. Va qilishga buyurilgan narsalarni qilamiz. Misol qilib aytganimizda shu o'ltirishimizni misol qilsak, ittifoq bo'lishga buyurdi. Lekin Alloh bizlarning ittifoq bo'lmasligimizni bilib tursa ham ittifoq bo'lishga buyurdi. Biz Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishga buyurgan narsaga iymon keltiramiz. Va shuning bilan ittifoq bo'lishga buyurdi deb bu narsani bajarishga harakat qilamiz. Her bir narsani biz shundoq tushunishimiz kerak. Ya'ni ba'zi narsalarga Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishga buyurdi. Ba'zi narsalarni bajarishga buyurdi. Iymon keltirishga buyurgan narsa bilan bajarishga buyurgan narsalarni aralashtirib olishimizdan bizda ba'zi narsalarga xato tushuncha paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishga buyurgan narsalarga iymon keltiramiz va bajarishga buyurgan narsalarni bajaramiz. Alloh subhanahu va taolo farzandimizni ilm o'qishga rag'batlantirishimizni buyurdi. Agarcha Alloh subhanahu va taolo farzandimizning ilm o'qishga unumasligini bilsa ham namoz o'qishga targ'ib qilishga buyurdi. Agarcha shu farzandning namoz o'qimasligi muqarrar bo'lsa ham hidoyat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizni buyurishga, da'vatni yetkazishga buyurdi. Agar hidoyat insonlarning ixtiyorida bo'lganida hamma o'zi yaxshi ko'rgan odamni to'g'ri yo'lga kirgizib olgan bo'ladi. Shubhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan. Lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Qachoniki insonning qalbida hidoyatga bo'lgan qiziqish bo'lmaskan, Alloh subhanahu va taolo uni hidoyat qilmaslikni xohlaydi. Insonning inson bo'lishini xohladi. Ya'ni inson hidoyatni
ve dalaletni öz ixtiyari, mehneti bilen qabul qilib elishni Allah subhanahu wa ta'ala xalagan. İnsanның bir basmaxanadan chiqqan bir kitap bo'lishini xolamadi. Mubada Allah xolisi edi, sizlarning hammanglarni albatta to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Agar Allah xoliganida hammanglarni bir xil basmaxanadan chiqqan kitobdek qilib, hidoyatli qilib yaratgan bo'ladi. Lekin insonning inson bo'lishini xoladi. İnsonni ixtiyor sufti bilan hurmat qildi. İxtiyor sufti insonning eng hurmatli bo'lgan yolg'iz suftidir. Bu sifatni hech qaysi bir mavjudotga bermadi. Lekin insonga berdi. Şek şübhisizki biz odam bolalarini hurmatli qildik. Mana mushu ixtiyor bilan haqiqiy hurmatli bo'lish degan inson bir narsani xohlasa qila oladigan bo'lish. Xohlamasa qilmasligi eng hurmatlik ekanligini isbotlaydi. Lekin endi eng hurmatligiga sabab bo'lgan ixtiyor bilan badbaxt bo'lish nihoyat cho'ng sharmandalikdir. İman meselelari ichida shuni takror qilamizki, mu'minlar bilan mushriklar o'rtasidagi farq, mu'minlar faqat Allohga ibodat qilib, boshqa narsadan voz kechadi. Mushriklarning ba'zilari Allohga ibodat qilmay, faqat Allohdan boshqaga ibodat qilsa, ba'zilari Allohga ham ibodat qilib, boshqa narsaga ham ibodat qiladi. Mushriklarning ba'zi turlari Allah bilan o'zi o'rtasida boshqa narsalarni vasita qiladi. Ya'ni yegani Allohga ibodat qilishda o'rtada vasita qilganliklari uchun mushrik bo'ldi. Mana bu nihoyat ko'p odamlar shirk tushib qoladigan shakldir. Kishilar aldanadigan shakl shudir. Allah subhanahu wa ta'ala ulug', men ojizman. Shuning uchun bundaq ulug' zotga mendek ojiz kishi, ulug'roq bir farishtani yoki ulug'roq bir kishini yoki ko'ziga ulug' deb ko'ringan tog'ni yoki oftobni yoki daraxtni yo bir toshni vasita qilishi, bu nihoyatda shirkning ayni o'zi bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala mushriklarning bahonalarini bayon qilganda, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir. Nima uchun butlarga ibodat qilyapsizlar deganda, u mushriklar o'zlari yasab olgan butlarini rizq berdi deyishmasdi. Payda ziyon yetkazadi deyishmasdi. Ular yaxshi biladi. Lekin biz bilan Allah o'rtasida vasita bo'ladigan ulug' kishilarning simvoli deb bilishadi. Vad, Suva, Yag'us, Ya'uq, Nasr, bular hammasi Nuh alayhissalomning qavmida o'tgan solih kishilar. Vallohu a'lam. Kimidir nijot topgan ulug' kishilarni suratlari edi. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala ulug' kishilarning suratlarini simvol qilib, o'zlari bilan Allohning o'rtasida vasita qilganligi uchun bularni mushrik deb atadi. Va ularning amallari bekor bo'ldi. Ve ular bilan qilingan jihatni islomiy jihad deyildi. Ve ular bilan qilingan jihatni islomiy jihad deyildi. Bularni o'ltirganlar g'ozi, Allah yo'lida jihad qilg'uchi bo'ldi. Bular bilan jang qilib o'ltirilganlar shahid deb ataldi.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 23 yıl asasi emelleri şu şirk bilen köreş kılıç oldu. Hazırki etkinimiz şirk manalarının biridir. Şunun için muş saatde biz şirkning bazı nesillerini köstüp ötümüz. İslamni sundurduğun musulmon kishini islomning sirtiga chiqarib qo'ydigan ba'zi bir narsalarni eslatib o'tamiz. Shirk bilib bilishimiz kerakki, agar sen Allohga shirk keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Shirk amali sodir bo'lgan odamning amali bekor bo'lishida shak shubhi yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala kainatdagi eng so'yimli kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, agar siz shirk keltirsangiz, amalingizning bekor bo'lishida shak shubha yo'q dedi. Agar ular, ya'ni payg'ambarlar shirk keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. İslamның sepidan chiqarib qo'yg'ichi amallardan birisi mana Allohning ibodatidagi shirk. Allah subhanahu va taala Allah o'ziga biror narsaning shirk keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimiki Allohga shirk keltirdi ekan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladi ekan, Allah uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi davzax bo'ladi. Zalimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Ikkinchisi, shirkning islomga zid bo'lgan narsalardan biri o'zi bilan Alloh o'rtasida vosita qilgan duo qiladi. Bir narsa so'raydi, shafaatni so'raydi va tavakkul qiladi. Shu narsalarga tavakkul qiladi. Biror ishdan ansirab qolsa, hozirgi aytilgan narsalarning biriga tavakkul qilib chiqib ketaveradi. Ya bir ishni qilaveradi, agar o'zi bilan Alloh o'rtasida duo qiladigan, tavakkul qiladigan, shafaat so'raydigan va biror narsani nazr qiladigan va biror narsani so'ydigan narsani vosita qilsa, bu odamning mushrik bo'lishida shak shubha yo'q. Üçüncüsü, mushrik odamni kafir deyilmasa yoki mushrikning mushrikligida shak qilsa, buning ham kafir bo'lishida shak shubha yo'q. Chunki Allah subhanahu va taala kafir bo'ldi dedi. Na'udhu billah. Allah'tan panoh tilaymiz. Allah'ning so'zini inkor qilgan bo'ladi. Bir amalni qilsa, kafir bo'ladigan bo'lsa, shun aniq ko'rishi bilan bu odam shu amal bilan kafir bo'ldi deydi. Shuningga shak qiladigan bo'lsa yoki inkor qilsa, buning ham Allohning so'zini inkor qilganlik uchun kafir bo'lishida shak shubha yo'q. Dördüncüsü, Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludan başka yol mükemmelrak dese, ya ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin başkanın hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hükmünden yaxşırak dese, Allah'ın hükmünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hükmünü başkalarının hükmünden töven, belki qalaqlıq dese, kafir bo'lishida shak shubha yo'q. Beşincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elip kelgan yo'lni yomon ko'rsa,
Allah tushirgan narsani yomon ko'rsa, buning kofir bo'lishida shak shubha yo'q. Bu shuning uchundirki, ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Tushirgan Qur'onni yomon ko'rsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ilib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, bu odamning kofir bo'lishida shak shubha yo'q. Amali shu soatda bekor bo'ladi. Oltinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dinidan biror narsani Allah subhanahu va taolo mu'minlarga qilgan savob va'dasini, kofirlarni qo'rqitgan azob va'dasini masxar qilsa, Allohning oyatlarini, rasulini masxar qilsa, kofir bo'lishida shak shubha yo'q. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxar qildinglarmi degan. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri aytmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxar qilish bilan kofir bo'ldinglarmi? Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini masxar qilishdan ehtiyot bo'lish kerak. Birodarlar, agarcha o'zi qilmagan bo'lsa, ham masxar qilib qo'yishdan moddiy falsafaning ta'siri ostida ko'ziga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari sad ko'rinib qolishdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Biror kishi misvak tutayotgan bo'lsa, misvak ta'kidlangan sunnat. Agar shu misvakni og'ziga yog'och yoki boshqa narsani misvak qilgandek qilib masxar qilishdan ehtiyot qilmoqlik kerak. Boshqa sunnatlarni ham o'zining sunnatlarini qilmayotganlik nuqsoni haqida o'ylansin. Boshqa odamning qilayotgan sunnatini masxar qilishdan ehtiyot qilsin. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan sunnatlardan ummatimga ig'irchilik tug'dirib qo'ymay demasam, albatta ularni har bir namozda misvak ishlatishga va Isha namozini kechining 1/3 qismi tugaganda o'qishga buyurdim. Isha namozini kechining 1/3 qismi tugaganda o'qishga buyurdim degan. Shuning uchun ba'zi ulamolar sunnatni masxar qilgan kishining kofir bo'lishida shak shubha yo'q deb tafsir qilishgan. Ba'zilar ehtiyot qilib payg'ambar haqida bo'ldi deyishgan. Va rasulihini payg'ambar haqida bo'ldi deyishgan. Shuning uchun ehtiyot qilmoqligimiz kerak, birodarlar. Chunki biz islomni masxar qiladigan tuzumda o'sdik. Bizda bu zaharning ta'siri bor, birodarlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning biz otalarimizda ko'rmagan sunnat yoki boshqa narsani sahih hadislarda keltirilgan sunnatni masxar qilishdan nihoyat bek ehtiyot qilmoqligimiz kerak. Hayotimizning hammasi xatodan tashkil topgan. O'zimizning xatolarimizni hisobga ilishimiz o'zi yetadi. Bu aqidaviy masaladir. 7-si sehr. Sehr qilgan odamning kofir bo'lishida shak shubha yo'q. Va shuning jumlasidan isitma va sovutma, yomon ko'rgan narsani yaxshi ko'rsatish uchun harakat qilinib,
jinkeşlik yoki g'aybiy yo'llar bilan har xil mana sehrgarlar qiladigan yo'llar bilan qilish bu kufrdir. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kafir bo'lmagan demigicha hech kishiga sehr o'rgatmaydi. Mana mushu oyat bizga dalil bo'ladi-ki, sehrning kufrligida shak shubha yo'q. 8-si majburlanmasdan oshkora o'z ixtiyori bilan musulmonning ziyniga, mushriklarga yordam berish. Musulmon kishi ziyonga uchraydigan suratda mushrikqa, kafirga yordam berish bu kufrdir. Birodarlar, kimki ularni do'st tutadigan, umu ana shulardan sanaldi. Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi. 9-si ba'zi kishilarga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shariatidan chiqish mumkin deb e'tiqod qilsa, shariatga bo'ysunmasa bo'ladi degandek, na'uzubillah, Allohdan panoh tilaymiz, kafir bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlar bir muqomga yetsa, o'zrisiz namoz o'qimay tursa bo'laverdi yoki ro'zani tutmay tursa bo'laverdi desa, shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shariatidan tashqariga chiqish mumkin deb e'tiqod qilsa, ba'zi kishiga nisbatan mumkin desa, mana ko'proq umumiy xalqlarning o'rtasida bu kishi yetishgan valiyulloh, Allohning do'sti darajasiga borgan. Bu kishi hamda shariatning ba'zi hukmlarini qilmasa bo'laverdi desa, kafir bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar eng katta valiyulloh shular. Bularning darajasiga hech kim yetolmaydi. Keyingi kishilar u sahobalarning darajasiga yetolmaydi. Ularga mumkin bo'lmagan narsa nima uchun bularga mumkin bo'ladi? 10-si Allohning dinidan yuz o'rish. Bu islomga ziddir, birodarlar. Allohning dini eski silinsa, bosh tortsa, buni Allah subhanahu va taala dinsizlardan deb atadi. Rabbining oyatlari bilan va'z nasihat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdinmi, zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Allah subhanahu va taala kimdan intiqom oladi? Albatta dinsiz odamdan intiqom oladi. Hozir insonni islomdan chiqarib qo'yg'ichi 10 narsani aytdik. Buni birov chaqchaq qilib desa ham farqi yo'q. Jiddiy desa ham farqi yo'q. Qo'rqib desa ham farqi yo'q. Lekin majburlangan kishi undaq emas. Ammo Ammar ibn Yasir haqidagi hikoyani va bu vaqtda nozil bo'lgan oyatni hammamiz bilamiz. Majburlanishning ma'nosini ham bilib qo'yishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dinini masxir qilsan. Masxir qilmaganlar jazolandi desa, u masxir qilsa majburlangan bo'lmaydi. Masxir qilmading deb zarba berib, ko'p kaltaklayib, behush bo'lib, shundaq holatlarga tushgandilar, ondan majburlangan bo'ladi. Majburlangan deyiladi. U jazolanmagan narsani majburlangan deyilmaydi. Men majburlanib qoldim deb majburlangan odam shu majburlanish jazosini tatib, qattiq azobning ichida qolganda
Mana Ammar ibn Yasirga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni kemsitsen deb ata anasını şehit kıldı. Ve şunun bilen birge özleri behuş bolup kalıdığan derecege kaldı ki tilidan çıkıvatkan sözünü hoşuğa kelip qarsa Resul sallallahu aleyhi ve sellemni kemsitiyotgan ekan. Şunda qandaq Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemning yüzüge qarayman deb şu holat bo'lganda mecburlangan mustasna degan oyat nozil bo'ldi. Biz texib bo'lmagan, ko'rinmagan narsani bu heli to'gini shamol uchirsa, o'chkini osmonda ko'r degandek yo'q narsani ko'ptirib mecburlanib qoldim deb bunda qilish mecburlanish emas, birodarlar. Mana bu bizning darsimizni iymondan boshlashimizga sabab bo'lgan narsa. Iymon Allah subhanahu va taolaning huzurida hurmatga ega bo'lishga sababdir. Iymon islomning asosidir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemning tarbiyalaridagi asosiy yo'linishning birinchi bosqichi shu bo'lgan. Mana Abdullah ibn Umarning so'zlari. İmanni o'rgandik, keyin Qur'onni o'rgandik. Agar kishida iymon bo'lmasa, Qur'on unga hidoyat bo'lolmaydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir ve dillardagi shak shubhaga shifodir. Kishi iymonga ega bo'lgandan keyin qalbdagi nifoq, kufr, shirk kasallarga Allah subhanahu va taolo Qur'onni shifo qiladi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemning ta'limlarining avvali iymon bo'lganligi uchun ham darsimizning ixlos ve muhabbat dersidan keyingi dersimiz iymondan bo'lganligining siri shudir. Vallohu alam. Qisqacha bo'lsa ham iymon haqida bir tushuntirish bo'ldi deb bilaman. Allohning tavfiqi bilan Allah subhanahu va taolo hammamizni Qur'oni Karimda ey iymon keltirgan kishilar, Allohga iymon keltiringlar deganning ma'nosi iymon keltirgan kishi iymonini ziyoda qilishga muhtojdir. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanki, bir o'ltirishayli, iymonlashayli. Biz aytamizki, bir o'ltirishaylik, chaylashaylik deymiz. Umar ibn Abdulaziz aytganki, bir o'ltirishayli, iymonlashayli degan ekan. Ya'ni iymon shundoq muhim bo'lish kerakki, bir o'ltirishda iymonlashayli deylik. Allah subhanahu wa taolo hammamizga shuni nasib qilsinki, birovlar bilan o'ltirishni faqat taom uchun o'ltirishmaylik. Faqat bir narsani yeyish uchun yoki moddiy odamlarning qilayotgan ishlar bilan o'ltirishdan tashqari, birodarlar, bir iymonlashish uchun o'ltirishni Allah subhanahu va taolo hammamizga nasib qilsin. Men darsga qatnashib turgan kishilardan shuni iltimos qilamanki, darsning raqamlarini aslan chiqarmaslik kerak. Birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars. Allah xolasa mana bugun 4-darsda. Alhamdulillah. Yuqorida Abduvali Qori rahimahullohning islom darsliklari tanlanmalaridan 3-qismini angladinglar. Iymon degan nima? İnşallah kelar qitimda 4-qismdan boshlab o'qiymiz. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.